Uchqo'rg'on tumanida katta islohotlar davom etyapti. Endi Uchqo'rg'onda bo'sh turgan binoni o'zi bo'lmaydi. Bu 50 binosini o'rnida yana bir tadbirkor o'z faoliyatini boshlabdi. Bilishimcha shahardan kelib gilam sotyapti ekan. Va nihoyat mana shu joylar ham mana yana yurib, yana obod bo'ladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Assalomu Yo, alaykum. olmay. Joniga xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Aka, assalomu alaykum. Qalaysiz? Xush kelibsiz aka. Yo'qsiz. Yaxshimisiz? Chortoqdan kelib, o'sha 4-filialingizni ochdingiz, kichkina Mana bo'lsangiz. shunaqa turinchi fillarimiz aka dolasa, gilam sohasida yana ish faoliyatimizni boshladik. Yaxshimi? Yaxshi aka, Xudoga shukr, yaqinda boshladik endi. O'zimiz bop, ro'zg'or bop gilamlar bormi? Ha, bor aka. Qaysi? Aka, masalan, hozir aynan siz obunachiningiz uchun, chiqorlik uchun kvadrat metr 65 mingdan sotgan gilamlarimiz hozirgi kunda aksiyada 45 mingdan qilib qo'yganmiz kvadrat metrini. Oho, zo'r-ku. Hammasi shu chiqorlik uchun bo'lsin deymiz aka. Yo do'stlar, mana tadbirkor ko'paysa, raqobat ko'paysa, faqat xalq yutadi. Sog' bo'linglar.